ayol kishi baribir bitta stupenka past yurish kerak, kechirimli bo'lish kerak, ko'zi yumish kerak. Biz aqllimiz aslida erkaklarga qaraganda 100% aqllimiz. Alloh taolo bizani shunday yaratgan. Ayol kishini nima deydi? Ayol kishini makri 40 eshakka juk bo'ladi deydi. Voy, bekorga aytilmaydi-da, buni hammasi. Bizda rosa gap ko'p. Biz erkaklarni mana shunday ushab eplay olamiz. Prosta mana bitta zo'r joyini aytaymi? Qachonki biz erkakka boruv, mana shunaqasiga chiqamiz-ku, voyin deydi-ku, voyin, jangchimi o'zbekchasidan. Biz mana shunday degan paytda erkak odam bizda jangchini ko'rar ekanda, u ham stoykaga turar ekan. Ya'ni himoya qilish stoykaga turar ekanda, yoki sizda jangchini ko'rgan paytda ikkita jangchi уже boshlanadi keyin hayot. Urush, janjal mana shunday boshlanar ekan. Agar sizda erkak odam nozikkina, nima deydi, o'zini himoya qila olmaydigan, mana shunday bir bezashitniy ayol kishini ko'rsa, erkak kishi unda shunday instinkt ko'tarilar ekanda, u sizni himoya qilishga tushar ekan hammadan. Tushuntira oldimmi? Siz jangchi bo'lib tursangiz, u sizni hech kimdan himoya qilmaydi. O'zingiz jangchisiz-ku, jangchi bilan u jangga kirishadi konkretno. Tushuntira oldim?